Tak 2025-yil 25-dekabr hurmatli kuzatuvchilar, tak Aman School maktabining birinchi etaji. Bilasizlar, bu tochkamiz, bu yog'imiz Voinkomand, bu yog'imiz sentralniy yo'lning bo'yinda. Tak bu yoq uyimiz shunda Xalq bankka berilyapti, xudo xolasa. Bu yog'imizda bir oyna, bu yog'imizda 1, 2, 3 oyna kelib bu yoqdan ko'rsatib o'tamiz. Tak mida 1, 2, 3 oynamiz. Birimiz ijaraga beriladi, ichkarida ko'rsatib o'tamiz. Har qaysi 36 kvadratdan bularning. Jami 108 mingda azroq yeri bor, 110, 115 kvadrat jami. Общий buni plashat ijaraga beriladi. Xalasangiz 3 ga bo'lamiz, xalasangiz 2 ga bo'lamiz. Klientning qaqishina qarab. I plus podval bor. Podvaldan ko'rsatib o'tik. Do'kon midaga mabodo do'kon olsangiz, bu yoq uyda sklad etsangiz, ma'lum miqdorda skladga bersak ham bo'ladi. Bu yerda azroq skladga joyimiz bor. Qandaydir biznesmi, qandaydir qulaylik etib. I so'ng plus bir общий zdaniyamiz 24 ga 24. Podvalimizda где-то shunda 620-630 kvadrat. Chunki buni zinantilagan podval. Bu yerda ham midan podvalga kirish bor. Elde yoqdan ham kirish bor. Ko'rsatdi elde yoqdan polni. Bu yerdan ham, bu yoqdan ham podval ham ijaraga beriladi. Bu yerda 3 do'kon ijaraga beriladi. Hozir podval ham ishga ko'rsatamiz. Sirt yaqindan ham ko'rsatib podvalni. Podvalga 1, 2, 3 yerdan tushimiz va podvalga. Mana sentral yo'lga qarab turibdi. Bu yerdan podvaldan qandaydir biznes etsangiz bo'ladi. Masalan, bir mebelmi, tugu sexmi ko'ramiz endi chiqadi yuring. Ko'rsangiz balandligi 3,5 metr. Bemalol Liboyniga biznesga maslasangiz bo'ladi. Podvalimizning podvalga tushdik. Mana balandligi 3 metr buning. 3,10, 3,20 chiqadi. I plus eldinda 2 do'konga moslangan edan bo'lingan. Jami hammer 631 kvadrat podvalni polni hammani olaman deysiz. Xalasangiz bo'lib beramiz. Eldan 1, 2, 3 kirish bor. Bu yoqdan 2 kirish bor. Jami 5 kirish bor podvalga. 2 ko'chaga qaragan, 2 Voinkomatga qaragan. Bu yerdan bemalol kelishgan holda ijaraga beriladi hamma yeri. Balanddan pasam. Balandda ko'rish 3 qapı, pastda polni hamma yeri. Bemalol telefonlarda qoldiramiz, murojaat qilasiz. Agar tak alacaklar telefisinde alacağım ijaraga alacaklar telefisinde işini bitirib beramiz. Bu yoqda podvaldan chiqishimiz ham bor. Bu yog'imizda mana hojatxonamiz ham bor. Bu yog'imiz mana liboy bir kichkina, masalan, bu yoqda do'konmi, yo bo'lmasa podvalda qolganligi bu yerdan ma'lum miqdorda ishini bajarsa bo'ladi. Skald etib qo'ymagan boshqa orqa yoqda kichkina xotimiz bor, bog' uyimiz bor. Aytilganday liboy biznesinizda bu yerda boshlasangiz bo'ladi. Podval shunda, bu yoq uydan 1, 2, 3 oyna. Bu 3-oynaning ayna uydan ko'chaga qaragan xalasan, shu yoq uydan oynani ochib, bu yoqni beklab qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol liboy biznes boshlashga ijaraga yer.